Azizlarim, men hozirga ayrim hujjatlarda ayrimlarini mana hozir arxivimni tiklab to'xtab chiqdim, ko'ringlarda mana prokurorlarni javobi doim bitta. Mana sanasi har xil bo'ladi, lekin hammasini so'nggi nimasida mazkur javobdan norozi bo'lgan taqdiringizda yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qilish huquqingiz mavjudligini tushuntiraman deb bu mana 4-noyabrda viloyat prokurorini o'rinbosari Murodjon bo'lsa kerak Ahmedov yozgan menga. Endi buni qarang, bu bittalab ko'rsataveraman sizlarga. Endi O'ktam Yo'lchiyev hozirda Uchko'prik tumanida menimcha o'sha yoqda Farg'ona shahar prokurori xuddi mana mazkur javobdan norozi bo'lgan taqdiringizda bu ham mana ko'ring. 2014-yil 21-sentyabrdagi bunaqalar menda to'lib yotibdi. Mana O'ktam Yo'lchiyev bu hozir Uchko'prik tumanida prokuror. To'xtang, bu hali hammasi bas, azizlarim, ko'ringlar. Mana bu yana Murodjon Ahmedovning xuddi shunday boshqa sanadagi yozuvi. Mana endi bu ham viloyat prokurorining o'rinbosari, bu 5-chi, bu ham o'sha ishlasa hozir katta qoldi. Ha, mana bu menga ish uyushtirgan. Aytapman, Fayzulla Rahmonov. Umida Turg'unovani arizasi bilan 23-yili mana chaqiruv qog'ozi bunga bitta. Bu ish shunday qog'ozlar choldirlar, hozir qayergadir ko'tarilib ketdi Fayzulla Rahmonov. Mana ikkinchisi chaqiruv qog'ozi. Mana bu yana chaqiruv qog'ozlari borganman. Hozir sizlarga yana mana viloyat prokurori o'rinbosari, bugungi kunda o'zi prokuror 27-aprel 20-yilda Baxtiyor Ahmadjonov Ismoilovni yozgan. Xuddi shu. Mana buni qarab turinglar. Men montaj qilayotganim yo'q, sizlarga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatyapman. Mana bu ham Baxtiyor Ismoilovni tushuntiraman. Hammasi faqat tushuntiradi. Tekshir yuqori turuvchi prokurorga yozaman, aytdan bularga keladi. Mana ko'ring, bu ham Baxtiyor Ismoilovniki. Mana bunisi bu Vahobovda o'limi sotini nimasiga yozilgan nimasi. Mana shunday azizlarim. Mana bu ham Vahobovniki. Sud raisini men yuqorida ham yo'q, mana bu ham sud raisi Vahobovda kechagi nimaga yozgani. Shunaqa. Mana shunday azizlarim. Bu hammasi bas, to'xtab turinglar azizlarim. Mana bu viloyat prokurori o'zim bo'rsari yozgan xati 25-yil 18-dekabrda murojaatga javob yuqorida qilish huquqi mavjudligini tushuntirishadi bular. Tekshirishda lekin o'ylashmaydi bular. Bular qog'ozlar, bitta hozir eng asosiysi sizlarga mana Shavkat Miromonovichga bitta olib kirganman nimaga. Qaysigina 23-yili. Shu Umida Turg'unovaning ustidan yozilgan arizalardan biri. Shunday azizlar, endi bu hammasi bas. Endi mana unga diqqat qilinglar. Mana soxtada yozib qo'yganman. Buni imzo ham qo'yilmasdan turib tasdiqlayman deb nimani tergovchi, hozir familiyasini sizlarga aytaman. Ismi Muhammadziyo Otajonov menga shahar prokuraturasi bilan nima ichki ishlar menga ish uyushtirilgan 9-oktyabr 2009-yili. Nima demoqchiman? Meni tergovchi tergov qilyapti. Kompyuterda hamma yo'l ko'rsatib. İmzo qo'yilmasdan turib menga kompyuterdan chiqarib bergan. Hamma yo'g'i mana Mallaboyevga ochilgan ish, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana fuqaro ayblash haqida. Fuqaro Mallaboyev Ismoil G'aniyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 200 moddasi qismi bilan ayblash haqida. Mana uni kompyuterga qarab menga Mallaboyev qilyapti ayrimlar. Bitta kim bilasizmi nomini yozgani bu? Abdullayev Abduvahob Aliyevich yozilgan ayblov xulosani menga moslayapti. Men yoniga o'tirib so'radim. Muhammadziyo katta o'qigansiz, bo'lamsam, Ismoil ota meni otam Qo'qon boylardan biri akademiyaga o'qiganman dedi. Akademiyaga o'qiyotgan, nimaga bunaqa qilyapsiz? Bunaqa qilib bu tergovni qanday qilish kerak desam, siz qora ro'yxatdasiz, prokurorlarni butun nimalarda. Mana qarab turing deb, hammasini mana bu
Abduvaliyevni bu jinoyat mana bu ayblov xulosani eng so'nggi abzasi, xulosa chiqarishchi. Hamma yo'lda Mallaboyevni o'zgartirgandan keyin oxirgi Abduvaliyevni shunday qoldirdi. Mana Abduvaliyevni shunday qoldirdi. Ko'ryapsizmi? Abduvaliyevni Abduvohobni shunday qoldirdi. Bu menga o'sha kompyuterdan chiqarib bergani. Keyin buni menga nima prokuror imzolagandan keyingi nusxasini men Robi Anvarni Mahmudova mana uni Shoqishli shahar prokurori, familiyasi hozir esimda yo'q. Mana uni kompyuterda yozilganda qandaydir gel bilan o'chirib, bo'yab, Mallaboyev qilib to'g'rilagan. O'sha aytgan menga tergovchi Muhammadjon, mana qarab turing dedi. Buni keyin to'g'rilab ishga oshirgan, tushundingizmi? Mana ko'rdilaringmi azizlarim? Mana shunaqa bularda hamma hatta virgulni xato qo'yishga haqqi yo'q. Bular bo'lsa manda aqllashib, mana ko'ryapsiz-a azizlarim, mana Abdullayev Abduvohob Aliyevichga tayyor nimada bularni qolipi. Keyin qo'yishaveradi. Xolasa Mallaboyev Ismoil qilib, xolasa Abduqodir Mo'minov qilib yoki bo'lmasam Guli Mirzayeva qilib yoki bo'lmasam Marjona Eshquvvatini qo'yishadi, keyin standart ketaveradi. Bularda bu hammasi ko'rdilaring-a? Mana Mallaboyev bo'lgan, hamma joyini Mallaboyev qilib, oxirgi abzasini bittani qoldirgan shundaqicha. Jinoyat ishi bo'yicha mana kuyasizmi azizlarim? Mana bunaqa qog'ozlar aytda menda o cherdaylarda har yoqqa nima qilib qo'yganman bunaqa. Mana sizlarga ko'rsatyapman qayoqdagi. Oy, mana Shuhrat G'aniyev yozgan arizamni ko'rmagan mana 2-mart kuni 20-yili telefonlarigacha berishgan. Xayrullo Bozorovga yozgan arizam mana qabul qilib olgan. Oxunjonova 10-iyul 23-yili. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Men endi Uchko'prikka borganim bilan hatto sovuqda menga navbat ham berishmaydi yoki bo'lmasam mana azizlarim. Yana qanchasini qishlardagi bolalarimga olib borib beryapman. Bolalarim mana tutantiriq qilib hech bo'lmasa yonmayotgan ho'l o'tinni yaxshi olgin deb. Albatta yana bitta qishga yetadigan qog'ozlar bor. Hozircha saqlab turibman chapani. Mana nimada kechgida ko'chirib yozganlarim bor azizlarim. Mana O'zbekiston Oliy sudi plenumining qarori 04 sonli 20-yil 21-fevralda qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi sudlar to'g'risidagi qonuni 17-moddasiga asoslanib O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumi qaror qiladi. Birinchisi, sudlarga tushuntirilsinki, sud muhokamasida oshkoraligi. 6-si, men o'sha qaror haqida ko'chirib olganman, uni sizlarga ko'rsatganman. Oliy sud raisi Komilov, buni imzolagan kotibi Oliy sud Alimov, sudyasi Oliy sud kengashi sud mana hammasidir. Menda qilib yozib olganman. Farg'ona viloyat sudini telefon raqami, shahar sudini telefon raqamlarigacha. Lekin natijachi, что толку deydi azizlarim. O'tga cho'qqur murojaat qilyapman. Mana uning ichida ham bor. Murojaatlarim. Mana apellyatsiya arizam. Mana uni qaytarishdi. Kechagida ilgari kuni kirsam, mana yigit yana meni kutib oldi, Erkaboyev. 29-dekabrda topshirganman. Kechagi mana ilgari kuni dushanba kuni bordim. Hali qaytmabdi. Mana viloyat prokurori bilasizlar, mardlik
Ama mardlik ordeni bilan mukofotlangan 1 yil muqaddam. Mana uni sizlarga bildirib qo'yay azizlarim. Mana bu qaysi yili? Hozir aytaman, qaysi yili topshirilgan. Mana 20-mart 99-yili xalq qo'ni qo'shlarim yozib bergan. 99-yili. Buni hamma yo'q jo'natganman azizlarim. Xulosa mana imzosi bilan qo'ni qo'shlarim. Hozir Umida Turgunova boshqarayotgan mahallada bor, ayrimlarda tirik. Husaynova tirik, Astashev tirik menimcha, Nazarova tirik, Glebova o'tib ketdi, Zakarjevskiy o'tib ketdi, Xolikov tirik, Lomilova tirik, Xanova, Tarapina, Barakayevalar ko'chib ketishdi. Bloxin Anatoliy o'tib ketdi, Burchakov Boris tirik, Yakonina Lyuda o'tib ketdi. Mana nima deb yozib bergan? Quloq solinglar. Azizlarim, quloq soling, ruschani bilasizlar. Мы, ниже подписавшиеся, подтверждаем то, что семья Маллабаевых, только переехав в наш дом в 1989 году, еще толком не познакомившись, показали высшее человеческое качество, можно сказать, героизм. Они, рискуя своей жизнью, спасли жизнь многим туркам-месхетинцам, в основном женщинам и детям, спрятав их у себя дома от разъяренной толпы. А также знаем о том, что в 1990 году отец Маллабаев Исмаил, рискуя жизнью, поймал вооруженного ножом бандита, ударившего его сына Бахтияра ножом. Тем самым эта семья всегда помогает правоохранительным органам в знак благодарности, благодарность ko'chtirnoq ichida, ko'ryapsizlar. В знак благодарности, как сейчас оказалось, правоохранительные органы, исказив показания свидетелей, уничтожив результат судмедэкспертизы, посадили Бахтияра, невзирая на ходатайство махалинского активистов, ходатайство с места работы. В настоящее время эта семья, разбив сад на бросовой земле, очистив ее от мусора, тем самым еще раз, в настоящее время эта семья разбила сад на бросовой земле, очистив ее от мусора, тем самым еще раз подтверждая свое трудолюбие и мирные намерения, свое отношение к благоустройству наших дворов, в чем подписываемся 20 марта 1999 года. Azizlar, mana ko'ryapsiz, mana shu bir yoqqa yozganlar. Asosan mana ruscha yozishni qo'ni qo'shlarim yozib bergan. O'zbekchasi ham bor edi buni, hozir o'zbekchasi qaytdi. Mana bo'lsa, mana menga berilgan ishxonamdan xarakteristika, производственный, mana bu ham yo'q, mana ko'ring, производственный xarakteristika. На Маллабаев Исмаил 49 года рождения, проживающий по адресу eski uyimdagi Turgenova 192 42 kvartirada yashayotganimda 41 kvartirada uni o'g'li yashaydi, Turgenovani hozirgi shu kunlarda. Buni mana shtamplari bilan ishxonamdan yozib bergan, hozir o'qib beraman sizlarga. Маллабаев Исмаил Ганиевич работает в МПЗ цеха оператором технологии установки 21-690 года. Bu uстановkaga o'tganidan Bitumda 77-yilda ishlab, bu uстановkaga 90-yilda o'tdim. За время работы трудовую производственную дисциплину не нарушал. К работе подходит ответственно, повышая свой профессиональный уровень, передает свои знания молодым рабочим исполнителям. В коллективе установки пользуется уважением. Зарекомендовал себя как честный, добросовестный, требовательный работник, непосредственно участвовал по охране завода по событиям, связанных с терактом в городе Ташкенте. Политически грамотен. Начальник цеха Нариман Османов, начальник установки замедленной коксовой 20600 Рустам Сатторов, председатель цехкома Валентин Слесаренко, Profgruporg Nikolay Uxov. Hozir Slesarenko hayot, Rustam Sattorov ko'chib ketgan Rossiyaga 2000-yilmi, adashmayapmanmi?
Osmonov ham pensiyaga chiqib ketgan. Osmonov Nariman mendan 10 yosh kichik, agar Qrimga ko'chib ketmagan bo'lsa. Nikolay Uxov o'tib ketgan 2000-yili. Mana shundaka Nikolay Leontovich ismi. Sizlarinki hozir qarib peshitda goda ko'rib qolaman. Mana shunday azizlarim. Mana tavsiynoma hamkorlik mahalla fuqarolaridan berilgan. Ikkinchi berildi ushbu tavsiynoma Farg'ona shahar hamkorlik mahalla hamkorlar yig'ini Marg'ilon ko'chasi 14-yil bo'yi yashagan Malaboy Ismoil G'aniyevichga ushbu fuqaro 49-yil qarmoq. Hozirgi kunda Qurolli nafaqasida. Mana Qurbonov yozib bergan, Qurbonov ham o'tib ketdi. O'lmasoy qo'shnimidi. Gulchehra Boltaboyevani ko'rgansizlar. Mana qanday qilib bu tavsiynomani imzolagan shu Gulchehra Boltaboyeva. Mana 15-yili. Keyin yaqinda kirganimda ko'zlaring turibdi. Meni ko'tarib, meni qo'limdagi telefon bilan ko'tarib ko'chaga o'rgatib yubordi Gulchehra. Mana berildi ushbu tavsiynoma oilaga qaramadi. Hozirgi kunda qariya nafaqasida qo'ni-qo'shnilar orasida o'zining yaxshi xulq va odobi bilan ajralib turadi. O'zidan katta va kichiklarni hurmat qilib, ularga qo'ldan kelgan yordam berib keladi. Mahalladagi tadbir va shanbaliklarda faol qatnashadi. Malaboy Ismoil G'aniyevich qayerda bo'lmasdan o'zining yaxshi xulqi va mehnatsevarligi, insonparvarligi bilan yaxshi ish olib borishiga ishonamiz. Tavsiynoma solgan joy ko'ndirish uchun berildi. Hamkorlik xalqaro O'lmas Qurbonov, kotibasi Gulchehra Boltaboyeva. Guli? Gulchehra? Yana bitta xarakteristika. Bu mana haligini yo'q, boshqa xarakteristika, yana boshqa mana. Bu ham производственный xarakteristika. Bu ham qachon chislasi, qachon qo'ygan? Hozir 9-avgust 2004-yil azizlarim. Bu ham производственный. Osmonov Narimon, Halilov Abdumalik, press-texkom, начальник цеха, keyin начальник установки. Karimov Ulug'bek o'tib ketdi. Mana работает установка, поступил установка качества xarakter ko'rib quloq deydilar. Bu endi mana avvalgidan mana unisidan keyingi yozilgan xarakteristika. Xarakteri жесткий, xarakter жесткий, вспыльчивый, принципиальный. Характеристика дана по месту предъявления. Farg'ona viloyat prokurori, mana viloyat prokurori yozgan xatimni yana bitta. Ne'matov Hamidjon Xoliqovichga. Marg'ilon ko'chasi 60-yosh funkasi uchun murojaatnoma janob prokurorga men 2004-yil 3-dekabrda olib kirganman azizlarim. Mana imzo qo'yib 3-dekabrda olishgan 2004-yilda. Mana ko'ringlar. Murojaatnoma nusxalarini ko'ringlar. Murojaatnoma nusxalarini ko'rsatilgan sanada viloyat advokaturasiga va adolat yo'li muharririga kiritganman buni. Ko'rsatilgan sana 3-dekabrda. Keling, shuni ham o'qib berishlarga. Farg'ona viloyat ko'chasi Malaboy murojaatnoma. Janob prokuror, agar xodimingiz Abdurahimov 30-noyabr kuni ushbuga ilova qilayotganim ochiq xatlarimni olib qolganida edi, murojaatnoma yozilmagan bo'lar edi. Lekin bugungi adolat mezoni izdan chiqqan O'zbekistonimizda bu haqda ilovalardan o'qing. Yuraklarda adolat tuyg'usi yo'q va yana lekin amirlik tuyg'usi mavj urayotgan, Nexia'da kelgan klientga esa peshvosh yuguruvchi byurokrat prokurorlar soddalat xalqdan shikoyatnomalarni olmaslik uchun nimalarni o'ylab topishmaydi. Baland temir panjaralar bilan o'ralgan, ko'p hollarda qo'rs va loqat militsionerlar bilan qo'riqlanuvchi shinam va qulay kabinetlar tashkil berish naqadar qiyin. 2002-22 kuni yana bir prokuror Abdurahimov fuqarolik sudi sudyasi Qurbonova Feruza bilan meni ishga tiklamay, meni va oilamni ishsizlik va ochlikka va bulardan kelib chiquvchi oqibatlarga mahkum qilishgandi. Finqizi, tekinxo'r va o'g'ri rahbarlarini qo'llashib, lekin men bu adolat posbonlarining xohishlariga qarshi o'laroq o'z joyimda ishlayapman. Lekin qani amalga oshgan dalilni qonunlashtiradigan adolatparvar. Bundaylar nafaqat Farg'onada va hattoki poytaxt Toshkentdagi Oliy sudda ham yo'q. 2003-yili 16-oktyabr kuni ularga murojaat qilib ham adolatni topa olmadim.
Hurmatli Hamidjon Xoliqovich, viloyat prokuraturasi mening 1998-yil 5-noyabr, 18-dekabr, 1999-yil 5-mart, keyin yana 2001-yil may oyida Tojixon Sherqulovaga 2002-yil kuzidagi arizalarini tekshirilmay yotibdi. Bir arizadan shuncha bo'lgandan keyin qolganini tasavvur qilish oson. Qonuniylik kafolati prezident ming adolatparvar bo'lganda ham jismonan ulgura olmaydi. Hammani nazorat qilgani, shulardan kelib chiqib faoliyat yuritishini so'rab qolguvchi xalqimiz manfaatlari yo'lidagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilab, vatandoshingiz Mallaboyev Ismoil. 3-dekabr 2004-yil Juma. Ilova. Bir tarafiga yozilgan 4 varaqda. Eshitdingizmi azizlarim? Mana bu mana yozganlarim. 3-dekabr 2004-yil. Yana mana prokuror ishonch telefiga Baxtiyor Ismoilov viloyat prokurorining birinchi o'rinbosarini menga 19-yili 24-iyunda mana yana o'sha yuqori turuvchi prokurorga shikoyat qilishingiz mumkinligini tushuntiraman. Ko'ryapsizmi menda qanaqa? Mana yana bitta prokuror Qobulov yozgan xat bor. Shahar prokuraturasidan bir endi lotin yozuvida. Buni qachon yozgan menga? Mana 23-yanvar 22-yil. Ashurali, Farg'ona, mana bunaqa xatlar azizlarim to'lyapti mana. Farg'ona viloyat prokurori o'rinbosari adliya maslahatchisini menga 30-sentyabr 2006-yilga yozgan xat. Mana ko'ryapsizmi? Yana o'sha tartibda sudga murojaat qilishingiz tushuntiriladi. Endi mana uni ko'ringlar. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga 2019-yili 2-oktyabrda kiritilgan. Nusxasi Farg'ona viloyati Mallaboyevga. Mana qo'mita, mana qaysi qo'mitadan? O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi. Qo'mitani raisining o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi prokuraturasiga mana arizamni yo'llayapti. Nusxasi menga kelgan. Quloq solinglar. Sizga fuqaro Ismoil Mallaboyevning Farg'ona viloyatidagi korrupsion holatlardan shikoyat qilib Senatga yo'llagan murojaati yuborilmoqda. Mana azizlarim, ko'ryapsizlar. Murojaatni qonun hujjatlari talablari asosida o'rganib chiqib, natijalar yuzasidan muallifga hamda qo'mitamizga ma'lum qilishingizni so'raymiz. Hech qanaqa javob kelgan yo'q azizlarim bunga. Eshityapsizlarmi mana? Ko'rdingizmi mana? Mallaboyev Ismoil. Endi mana uni ko'ring. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasiga. Bu 16-mart 19-yili. Nusxasi menga kelgan. Farg'ona shahar Marg'ilon ko'chasi 63 yashovchi fuqaro Mallaboyevning viloyat hokimi nomiga yozgan murojaati O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati to'g'risida qonunning 23-moddasiga asosan tegishli bo'yicha o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqib, natijasi yuzasidan murojaat muallifiga yozma ravishda ma'lumot taqdim etish uchun ilovaga muvofiq yuborilmoqda. Ilova murojaat muallifining arizasi bir varaqda faqat birinchi manzilga. Bu huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi rahbari X. Karimov. Respublika O'zbekiston, mana ko'ringlar, O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyat hokimligidan. Ko'ryapsiz mana azizlarim. Mana viloyat hokimining o'rinbosaridan kelgan. Mana Farg'ona Respublika Farg'ona viloyat hokimligi, Farg'ona shahar Mallaboyevga nusxasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga 20-yil 21-aprildagi sonli topshiriq xatiga Farg'ona viloyat hokimi sizning rahbarlar qabul masaladagi murojaatingiz bo'yicha quyidagilarni ma'lum qiladi. Siz bilan 21-aprel telefon raqamli 750 bilan suhbat davomida butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan koronavirus viloyat hokimligi oliy tartibli murojaat ko'rsatilgan tabada o'z murojaatingizda ishtirok etishingiz mumkin. Murojaat yana o'sha yuqorida turuvchi murojaat. Mana unisi endi shunday azizlar, bunaqa xatlar mana Otajonovni nimasiga ko'ra menga ish ochgan mana jinoyat ishi, sonli jinoyat ishi bu o'sha 2009-chi ayblanuvchi Mallaboyev Ismoil, jabrlanuvchi Omonov Saydullo, jabrlanuvchi Xudoyberdiyeva, guvoh Yoqubova Minojotovon, Qurbonov o'lmas o'tib ketdi.
Hakima Mamurova to'lani kechganda soniya o'tib ketdi bu dunyoda. Yana bugun. Mana yana bitta chaqiruv qog'ozi o'sha Fayzulla Rahmonovdan azizlarim. 23-yildagi bu. Hozir qani sanasini ko'rsatay sizlarga. Mana 23-yil, 22-iyunga mana unisi bo'lsa mana Межрайонный суд по гражданским делам buni men qaysi kuni mana 26-10 oy 15-yil olib kirganman mana imzo to'plab. Ko'ryapsizmi azizlarim? Mana ularni masalasida pensionerlarda mana birinchi bo'lib o'zim imzo qo'yib olib kirganman. Межрайонный суд по гражданским делам deb. Haligi hammani keling o'qib beraman shuni ham. Коллективное заявление 26. Уважаемый суд, текущий 2015 год объявлен президентом Каримовым годом почитания пожилых людей. А тут мы, ниже подписавшиеся пенсионеры, среди которых много больных и инвалидов, вынуждены заявление написать об отказе в перечислении на пластиковой карточке, хотя мы об перечислении пенсии на карточке заявление не писали. Мы просим вас, заставив этих дельцов, в кавычках, чтобы они помнили об сказаниях президента и не занимались отравлением жизни пенсионеров, о чем подписываемся. Bu bir yog'ida azizlarim, mana ko'ring. Mana hammasini adreslari bilan, ayrimlarining telefonlari ham bor bitta. Hozir ko'rsataman. Mana hammasi adreslari bilan, ko'ryapsizmi? Mana orqasida imzolarni ko'ring. Mana ko'ryapsizmi? Nechta bitta ariza? 67 ta. 67 tane pensionerlarda nimasini hech qanday arizasi plastikka o'tkazib qo'ygan. Shuni qaytarish haqida ariza kiritganmiz. Mana insultlari bilan arizachilar 15-hali o'tib ketgandir bularning ko'plari. Buni men nimani oldida yozganman, o'tirib olib, skameykaga o'tirib olib, o'shalarda talab bilan o'sha mana shu ko'rsatilgan sanada hozir qayerda qoldi sanasi mana 2015-yili 26-oktyabr kuni shaharni pensioniy fond sabesti oldida o'tirib olib. Mana hammasi imzolagan azizlarim, imzo qo'yishgan azizlarim, adreslari bilan, aniq to'liq adreslari bilan. Qodir Navoiy. Mana shunday azizlarim. Zapas qog'ozlarim ham bor mana bitta. Mana bittalar yana. Mana gelsan hozir notariuslardan maslahat olib goda kirib turaman. Tavsiyalar, gazetelar, notarius gazetasi mana 24-yil fevral oyiniki. Bu adolat va huquq sobiqlilar